Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, sizlarga har kungi qilyapmiz ishlarimizni video syomka qilib qo'yib borayotgandik. Bugungi hammalarga xayrli tong, bozor tongi xayrli bo'lsin deb biz mana va nihoyat qo'ylarimizni qo'ramizga qamab oldik aziz obunachilar. Xudo xolasa mana qo'ylarni qamadik va nihoyat aziz obunachilar yangi qo'ramizga qo'ylarni qamab jaylab oldik. Achilar mashilada daholsa qo'ylar baqim inshaalloh vaqochilarga yetkazib beramizda. Daholsa kelaverasizlar. Qo'ylar sera bizni kuzatib boryapti. Aziz aka-ukalar bo'g'oz savdolarimiz bor. Bugun hozir qo'chqorlar keladi. Hozir daholsa kechib ketgan. Bir 50-60 ta inshaalloh ittagalikka savlug'imiz keladigan bo'lib turibdi. 60-70 ta aloqa chiqaverasizlar. Sizlar uchun bo'g'oz savluq qo'chqorlar bor. Qo'ralarimiz bitta va nihoyat xohlasa. Endi hammasi qo'ra. Aloqaga chiqaverasizlar aziz obunachilar. Salomat bo'linglar. Yaxshi ko'radigan bir like bosib, kommentariyachilar izohlarni qoldirib, obuna tugmasini bosib qo'yib kuzatishni sizlardan so'rab qolaman. Salomat bo'linglar aziz obunachilar.